Bu yigit atigi 2 kishi bilan 1,8 milliard dollarlik kompaniya qurdi. Dasturchisiz, investorsiz, katta jamoasiz. Matthew Gallagher Los Anjelesdagi oddiy treyler parkda ulg'aygan. 2024-yil sentyabrida u uydan turib Medvi degan telemeditsina startapini ishga tushirdi. Kodlarni AI yozdi, reklamalarni AI tayyorladi. Mijozlar bilan ishlashni ham AI bajardi. U o'zida faqat 3 ta narsani qoldirdi: brend, to'lov va mijoz. Qolgan ishlarning hammasini boshqalarga berdi. Birinchi oyda 300 ta mijoz, ikkinchi oyda 1300 ta. 2025-yil yakunida kompaniya $400 million savdo qildi, 65 million dollar foyda ko'rdi. Bu yil esa ular 1,8 milliard dollar savdoga chiqish yo'lida. Taqqoslash uchun Hims va Hers shunga yaqin natijani 2400 ta xodim bilan qilgan. Gallagher esa buni atigi 2 kishi bilan uddaladi. Sam Altman bir kun kelib bitta odam milliard dollarlik kompaniya quradi degandi. Ko'pchilik bunga ishonmagandi. Matthew Gallagher esa bu gapni amalda isbotlab berdi.